Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Do'stov Sunnatullo Rahmonovich, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisiman. Bugungi darsimiz mavzusi ikkinchi o'nlik va yuzlik mavzusida sonlarni nomerlashni o'rgatish metodikasi. Reja: yuzlik mavzusida sonlarni raqamlash tayyorgarlik davri. 11 dan 20 gacha bo'lgan sonlarni raqamlash, 21 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni raqamlash. Mavzuni o'rganish masalalari. O'quvchilarni yangi sanoq birligi o'nliklar bilan tanishtirish. Xonalar bo'yicha tushuncha, ikki xonali sonlar ikkita raqamdan, birlik va o'nlikdan iboratligini, bitta o'nlik esa 10 ta birlikdan iboratligini o'rgatish. 46 sonidagi ikkita raqam bir sonni bildirishni tushuntirish. Raqamlar xonasini bilganlikka asoslangan holda qo'shish va ayirish ko'nikmalarini shakllantirish. Ikki xonali sonlarni bilganlikka asoslanib, yangi o'lchov birliklari uzunlik haqida tushuncha berish. 100 ichida sonlarni nomerlashni o'rgatishda predmetlarni bittalab va guruhlab sanashga o'rgatish. 100 ichida sonlarni o'qish va yozishga o'rgatish xona birliklari bilan tanishtirish. Nomerlashni o'rgatish ikki bosqichga ajratiladi. 11 dan 20 gacha bo'lgan sonlarni nomerlash va 21 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni nomerlash. 10 dan katta sonlarni yozma nomerlash sanoqda birliklarni o'nli guruhlashga va raqamlarning o'rin qiymatlari prinsipini qo'llanishga asoslangan. O'ngdan chapga qarab sanalganda birliklar birinchi o'ringa, o'nliklar ikkinchi o'ringa yoziladi. 20 ichida sonlarni nomerlashga doir bilim va malakalarni mustahkamlash bo'yicha ish davomida o'quvchilar bir xonali son va ikki xonali son atamalarini o'quvchilar o'zlashtirishlari, ularni tushunishi va o'z nutqlarida ulardan foydalana olishni o'rganishlari kerak. Ular shu bilan tanishadilar. Mazkur mavzuda quyidagi masalalar o'rganiladi. 100 ichida sonlarni nomerlash, qo'shish va ayirish, ko'paytirish va bo'lish. Arifmetik amallarni o'rganish bilan uzviy bog'lanishda sodda va tarkibli masalalarni yechishga o'rgatiladi. Ikkinchi o'nlikdan alohida konsentrga ajratib o'rganishning sabablari quyidagicha. O'quvchilar sonining o'nli tarkibi to'g'risida dastlabki tushunchaga ega bo'ladilar. Bu yerda ular birinchi marta o'nlik bilan yangi sanoq birligi sifatida tanishadilar. Bir xonali butun sonlar ustida qo'shish va ayirish amallari aslida ikkinchi o'nlikda tugatiladi. Chunki masalan 100 ichida qo'shish va ayirish ikkinchi o'nlik